issiq kunlarda mashinam yonib ketmasin desangiz, salonda shu 5 ta narsani qoldirmang. Birinchisi, yondirgich, zajigalka, oftob ziyosida portlash ehtimoli kuchli. Ikkinchisi, har xil sprey va balonchikli atirlar. Uchinchisi, optika, ya'ni ko'zoynaklar. Uning tarpetkada qolishi lupaning qizdirishdan ham kuchliroq bo'ladi. To'rtinchisi, power bank. Uni nafaqat oftob tig'idagi avtomobilda, balki quyosh tushayotgan uyning derazasi oldida qoldirmaslikni maslahat beraman. Aks holda pojar. Va nihoyat 5-chi, bu suvli bakalashka. Bu haydovchilarning asosiy xatolaridan biri hisoblanadi. Issiq kunlarda uning oyoq ostida qolishi tormoz tepkisining tagida qolib ketishiga, natijada avariya yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Jonimizni koyitib shuncha maslahatlar beryapmiz. Yurakchani qizartirib qo'ying, xo'jaka. Bizga albatta obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni esa maksimal